Kitap men uchun o'tgan kunlarni hikoya qilib beradigan bir mo'ysifat bo'y. Turmushimda, kasbimda, odamiyligimda to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi bir sirdosh do'st. Ko'zlarim namdalganda umid ishonch ato qiladigan, qaytadan kuldiradigan bir umoq sabiy. Shunga men hayotimda kitobdan ayrilmayman. Do'stim, sizchi? Har qitim yangi bir kitobni qo'limga olganimda o'zim uchun yangi bir ustoz ko'paygandek his qilaman. Kitob mening aqlimga aql qo'shib qolmasdan yolg'izligimda eng yaqin hamrohim. Safarda xudim mayakdek menga yo'l ko'rsatkichidir. Albatta, men bu kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni kech xizmatdan charchab qaytganimda bir parcha yaxshi kitob, qiynoq damlangan choydek shu omon g'arduqimni chiqarib, menga orom baxsh etdi. Anglayotganlar Merkezi Xalq Radio stansiyasining Beijingdan berib atgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yupurilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yoqubbek oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirmas. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itini jo'jib etaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylarida katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim otqini nemisi u kuffarlarni. Umri voyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Çoğ mensepler təməsində yürgən bu oqur egiz kişilər Yaqub bəyinin əmri üçünlə Xotanda qalğan və Niyaz Hekim bəyinin buyruğunu anlaşqa məcbur bulub atdı. Mubada ularning niyeti buzulub, To'ng'iz qatiraydigan ko'ngillarda isyon uchquni chaqnab qolsa, bu uchqun shak shubisiz yong'inga aylanadi-da, Udul Hokim bəyning taxtiga tutishadi. Gunohni Hokim bəyga döngab Yaqub bəyning hesdaşlığını qo'lga keltirishmi ular uchun oddiy bir o'yin edi. Mubada Niyaz Hekim bək bilan ular orasida qon to'kilsa, Yaqub bəyning qo'li ichiga egiladi. Qog'ining ko'zini cho'qimaydi. To'qiniq baloga qilib, umrlik pushaymon bilan ketadigini yanala Niyaz Hekim bək bo'ladi. Niyaz Hekim bək tegi-tegdi xo'tanlik bo'lgan. Hoji podshohning qo'liqini ko'p ko'rgan Temir xazinchi bәkimu toza ishinib ketmaydi. U ishki parg'onalik bilan o'nchi chiqisholmasimu, lekin Xotanda urug' tuqqanlari o'zi tutishliq jamoati bor edi. Yerlik odamga ishonish o'z taxtini o'zi g'o'litishdan derak beradi. Biroq Niyaz Hekimbek buninglik bilan Qashqar safaridan voz kecholmaydi. Hatto bu safarni bir minutni kechiktirgisi kelmaydi. U qoida ziyonni obdan dangsab ko'rgandan keyin oxir Amir lashkar Xolmon Ponsatni oldiga chaqirdi. U Xolmon Ponsatga alohida iltifot ko'rsatib, to'n sarpoy kiydirdi va 5000 tangani oldiga qo'yib mundaq dedi. Amir lashkar janoblari, zemini namrat odamlari parakanda bu yurtning hokimbeklik yuki nihoyat yomon bir chog'da kaminlarning zabun yalkisiga yuklandi. Bu mushkil xizmatni faqat birodarlari janobi Yoqubbek oliylari bo'lgan e'tiqodim, ixlosim yuzsidilla qabul qilgan edim. Andishlarim ko'p edi, biroq
karamli xudo amoni hossidan imoratni to'rikidan ayirmaydi ekan. Shukrlar bo'lsinki, u zot men Rustami dostondek bahodir amir lashkarlar janoblarini yordamga avatibdi. Ko'p deshvorchiliklarga mubtalo bo'lsa-mu, yo'limga yo'ldosh, qo'limga qo'ldosh bo'ldilar. Yurtni tinchlantirish, puhrani amin toptirish yo'lida chekkan riyozatlari, ko'rsatgan tuhfalari bir Allohga va fiqirga ma'lum. Tuhfalarni tortiqlash, xizmatlarini jamoatga bildirish tilikim ko'nglimda xeyli burun paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qozi lashkar, qozi rais va bay pansotlarning hasad rashkini qo'zg'ab qo'ymaydi deb dilimda pinhon saqlab kelgan edim. Ala bugun qutlug' soat, qutlug' muhlatda bu tilikim Alloh tarafidan maqbul ko'rildi. Niyoz Hekimbek Xolmon pansotni sinab boqmoqchi bo'lib, uningga to'ydirmay ko'z silib oldi va kumush tengilar bilan to'ldirilgan patnosni uning oldig'iga surib qo'yib, so'zini davomlashtirdi. Allah egam Yoqub bey oliylarining ishtiyoqini ko'nglimga soldi. Uni tavob qilib, Oqsu Kucha taraflarda qozongan olamshumul nusratini qutlashga da'vat qildi. U zot bilan ko'rishganda, albatta, janoblarining donqi tavsiflarini yetkazmay qo'ymayman. Niyoz Hekimbek ko'zlarini patnosdagi tangi tilladek chaqnab ketgan amir lashkarga qarab qo'yib, uning indaki kelganini jazmlashtirdi-da. Amir lashkarlar janoblari, kamillari ko'nglimni to'q qilish muddaosida yurt tizginini faqat o'zlariga tutqizmoqchiman. Bu hammani bilguchi Allohning irodasi va Hokimbeyning ishonchi. Biroq samilarda bo'lsinki, odam deganning oldi gul, kayni tikan, o'zlari ko'ngilchak, mehribon odam. Qizil ko'zlik qilib yo'llarga o'ri ko'laydiganlarning, peqirga va o'zlariga qursiqda g'om saqlab kelgan ba'zi mansabdorlarning yo'shirin to'zg'iga dasab salmag'aylar. Har qanday fitnaga aldanmag'aylar. El yurt aman bo'lsa, Xudo xolisa yurtni billi so'rab, billi o'tarmiz degan umiddaman. O'ziga tava tangilarga qarab, Xolmon pansot og'zi qulqiga yetguchi xush bo'ldi. Ko'zidan o't chiqib ketdi. Mana texi Niyoz Hekimbek Hokimbeylik taxtini topshirg'ilayotdi. Bu beshiga omad qushi qo'nganligining bisharati bo'lmay nima? Amir lashkar hayajonlandi. O'ngimmi yo tushimmi degandek ko'zini chimchiqlatib, qo'lini harakatlantirib baqdi. Umrida nurg'un hukmronlarga, xon beylarga jinini selib bergan, qul qatori itoat qilgan bo'lsa-mu, ularning hech qaysisi, hatto Yoqub begmi uningga bunchalik pul pichak hadiya qilib boqmagan edi. U Niyoz Hekimbekka qo'rsoq ko'pik qilib yurganini esiga elib, Hokimbek janoblari, o'zimni xato tushunib, og'rinib yurganim uchun xijilman, afo qilg'aylar, deb oyog'iga yiqilmoqchi bo'ldi. Shug'inisi ortiqcha hayajonlanganidan bo'lsa kerak, tili gapga, tizi harakatga kelmay qoldi. Qalbida to'lib teshayotgan tashakkur rahmatini, itoatini faqat qo'yt ta'zim qilish bilan ifoda qila oldi. Niyoz Hekimbek Temir xazinchibekning do'ppisiga jigidi tangladi. Safar xorduqqa yetganmi yoki saqliqi yo'qmi, Temir xazinchibek necha kundan beri divonga kelmay yotadi. Qo'yt odam avatilgan bo'lsa-mu, u og'rib qoldim, divonga bora olmayman, begim apu qilg'ay deb o'rdiga yaqin yo'lamadi. Bormayman degan tugmanga 7 qaytim beribdi degandek, Niyoz Hekimbek oxiri uni izlab keldi. Bir iroda bilan Hokimbek janoblarini ziyorat qilg'ili safarga jabdunyotaman. Yo'lga chiqishdan burun o'zlaridek sadoqatman do'stimga xo'sh demay ketishni tabiatimga ravo ko'rmadim. Qozi janoblarga aydin. Ulug'larni muboraklash puhra parvarlik jumlasidandir. Hala bugungi kunda sili va bizning uchiq qo'lligimiz bilan xazindan oshimaki erishgan puhra fitnidan qo'l uzib, to'g'ri yo'lga mangan bo'lsa-mu, chiroq tubi qorong'u degandek o'rda ichi ancha tinch emas. O'ylamagan yerdan chatoq chiqib qolsa, sha'nimizga sat bo'larmikin deb o'ylayman, dedi u. Xazinchibekning chiroy ifodasiga inchiklik bilan diqqat qilib turib. Niyoz Hekimbekning gapi bilan tang heliqi ishki gavda, ya'ni peshin namozini qazo qilgani uchun 40 darraga hukm qilingan o'sha qimorvozlarning naqbi iqrori Temir xazinchibekning yodidan kechdi.
ikki qimorvozning biri bo'lgan To'xtumulloq 40 darining 20si urilib bo'lganda, hamma jinoyati qatorida qiz bo'lganlik gunohini biraqli iqror qilib etgan edi. O qizni nereden bo'lib kelishding? Sho'rbog' yo'lidagi ujmilikdan Qozim. O kimning qizi? Bilmaymiz begim. Faqat Hokimbeyning degini bo'yicha qildik. O bizga 5 tanga berdi. Biz o'sha 5 tangani to'maymiz. O'ylamagan yerdan chiqqan bu so'roq natijasiga asosan Xotan diyorini larsiga keltirgan bu jinoyatning kayniga Janobiy Hokimbek bilan 5 tangalik nafning yo'shiringanini bilgan Temur xazinachibek shu daqiqaning o'zida beshi qiyib tikmo'lliq tushgan. Tuyuqsiz cho'chish va qattiq qo'rqinch tufayli og'zi beshiga qora burchaqdek quyi qo'qiq yarisi o'rlab chiqqan edi. Birovning maxfiy sirini bilolmaslikmi, bilib qilishmi o'xshashli azob. Bu sir ichida bir kun saqlanadigan, u xuddi bomba yutib olgandek bir kun qiynaladi. Kimgidir aytay desa beshi ketishdan qo'rqadi. Qozi rais o'z erkidan, qon qarindoshlaridan ayirib tashlagan begunoh qiz uchun u setilma qimorvozlarni 40 dara emas 80 dara urg'izdi. Ishni qiynagandek qiynadi. Lekin ular yanada o'lmadi. Ular o'lsaydi, qalandarxonaga o't qo'yib, bechora darvishlarni makonsiz qo'yganligini, ojiz bir qizning baxtsizligiga zomin bo'lganligining jazosini tortgan bo'lar edi. Xazinichibek 80 daradimi o'lmagan bu mal'ullarni tosh yuraklik bilan urib tatdi. Og'zi burniga dasab xeyli uzun turdi. Ular yanada o'lmadi. Gunohkor Mubodo so'roqda qiynaqda o'lsa, o'z o'limi bilan o'ldi deb qaraladi. Hukm bilan o'ltirish zarur tepilsa, Hokimbekning hatto Yoqubbekning oldidan o'tkazishga to'g'ri keladi. Bu ming bo'lmaydigan xatarlik yo'l edi. Oxirida u bu odamiy hayvonlarni topini so'ragandek so'ritib, xoli bir yerga elib bordida, Xotan tavasida turmaslik. So'roq qilganini umr voyit sir saqlash sharti bilan Mozor tog'ining u tarafiga haydavatdi. Temur xazinachibek Qashqar safaridan qaytib kelibla bir qismini judab ketdi. Uygi-uygilari ajrab, chiqib tashlangandek og'riydigan bo'lib qoldi. Beshi qayib o'tdi. Tevifning shifoliq sharbatlarimi, dohillarning absun sabablarimi uning bu kesiliga onchi kor qilmadi. Dal shu kunlarda ko'tarilmasang sangiltovol degandek bir ish yuz berdi. Yiliqi oqshimi u eshik oldidan o'g'ridek o'tib ketayotgan ikki qimorvozni uchirtib qoldi. Ularni qon beji o'g'irladi deb gumon qilib qo'yib berdi. Biroq qimorvozlarni uchratgan kunning atisi Qovul qozonchining qizi Gul oyimning sahrodan qaytib kelib etib, Sho'rbog' yo'lida yo'qolib ketganligi shahar ichiga purkatdi. Tuqqanlari va qo'lim qo'shnilari uning izdirkini qilib boqqan bo'lsa-mu, qizning tepilmaganligi ma'lum bo'ldi. Butun a'zoyi chiqib og'rib, belini ruslayolmayotgan Temur xazinachibek bu xabarni qimorvozlarning iqrori bilan bog'lab ko'rib, kesilini texmo ig'irlashtirib olgan bir paytda Niyoz Ekinbek eshikdan kirib keldi. Uni ko'ribla oyoqdagi qiytiqdek o'yib qolgan xazinachibek xuddi Azroilni ko'rganda qo'rqib titrab ketdi. Yuragi og'ziga qoplashib nima qilarini bilmay qoldi. Xazinachibek to'rlashayotgan ko'zlarini o'vlib etib, uningga ostirdan sap soldi. Ilgari nuroniy ko'zlik Xizr bo'lib ko'rinadigan Niyoz Ekinbek bugun qo'lida tikanlik go'rizi tutib, yengangchilarni o'chiriltayotgan jallod sifatida oshkor bo'ldi. Bu badbashiri jallodning og'zi yana medirlashga boshladi. Og'zidan iymon qochgan, non berganning qo'lini tishlaydigan hiliqi parg'onaliklar sili bilan bizning beshimizda yangoq chaqsoqdaydi. Niyoz Ekinbek o'ziga tikilib o'ltirgan xazinachibekni gapimni butun diqqati bilan anglayotdi deb faraz qildi-da, so'zini davom qildi. Bu ularning xom xiyoli, uxlamay tush ko'gini. Sili biz nimali degan bilan bir eqinning suyini ichganlar. Suv ketib tosh qoladi, o'sma ketib qosh qoladi degandek, ular baribir ketadi. Biz yana mushu yurtda yashaymiz. Peqir birodarlari Qashqarga ketgandan keyin ular beshini bir qilib ishtirib yurmisin. Yurish turishiga, so'z harakatiga har zaman ho'shyor turg'aylar. Og'izlariga hezi bo'lg'aylar. Xudo xolisa bu yurtni billi so'rarmiz.
Tömür xəzinçibək özünü tush ko'ryapman deb his qildi bo'lg'ay, ko'zini qayoqqadir tikkan peti qimir qilmay o'ltiraverdi. Niyaz Ekinbek uning uzitib chiqmaganini ko'ngliga olmadi va paygoqdili xo'shlashib ketib qoldi. Niyaz Ekinbek qubulxonasida qozi lashkar Mullaji Turabni ko'nglidan o'tkazib turardi. Kesal shifa topsa teyib o'zi kapdi degandek, Mullaji Turab mahramlarning to'sishiga muqarmay chalvo qilgan peti qubulxonaga kirib keldi. Ekinbek hazratlari, Xalman Ponsat degan odam sarang bo'pti, sarang. Qaramamdilar. Salom qilsam ilik ilishi yo'q, gap qilsam ko'z qirni silishi yo'q. Xuddi yab ketadigandek olib qarashchi texi. O'zimni tutib olib, ochiqimga hoybadim. Bo'lmasa u bachchavozning onasini ko'ziga ko'rsatdim. Qozlashkar janoblari, ko'nila yo'lvasni yengan botir emas, ochiqni yengan botir deb ekan. O'zlariga hoy berib, ajoyib obdan ish qilibdilar. Qani, oldi bilan o'ltirib, bir piyola choy o'tlavasizlar. Har qanday gap bo'lsa, aldirmay demamdilar. O'zlari Amir lashkar bilan bir yurtliq emasmi? Uning silida qandaqmi o'chi bo'lsin. Gap boshqa yerda balkim. Uning menga hasad qilib yurganini xelidan beri tuyib yuratdim. Ha, mana, menimcha gap dal mushiyada. Ekinbek bilan qozi lashkarning suhbati ancha uzoqqa bormadi. Niyaz Ekinbek ichib tayyor bo'lgan xemirni qayta ichitishni xohlamadi. Agar yana ichitib yetadigan bo'lsa, biror cho'ng voqea yuz berib qilib, safarining kechikib ketishidan xavfsiradi. Uningga o'zi qaytib kelguncha yurtga egidorchilik qilib turish, boshqalarning oldam xoltisiga tushib ketmaslik. Bo'libmi, Amir lashkar va xazinchibeklarning yurish turishiga zan qo'yish, og'zini mahkam saqlash haqida jekiladi. Shunda qilib Niyaz Ekinbek uch mansabdorning orasiga qo'yuq tikan terivatdi. Yurt ishidan ko'nglini tindirib, taxlab qo'yilgan so'g'u salomlarini 15 qechirga yuklab, tong yo'rimasila yo'lga ravon bo'ldi. Bomdod namozini Loskoyda o'qidi. 3-qism do'stlar dushman izida. Torg'ay Botur Sabzi shahrida ovlab yurganida bir kiyik kelib qo'ylarning orasiga kirib oldi. U qo'ylar orasida urkib, har tarafga tashlanatdi. Qo'ylar orasida bir bo'rimi bor edi. Torg'ay Botur bo'rini o'qya bilan etib o'ldirdi va uxlab qolgan qo'ychini o'yg'otdi. Sharafiddin Ali Yazdi. 19-bob Oq shavqulluq yakan daryosi. Niyaz Ekinbek Xotandan xuddi xemirdan qil sug'urgandek shabsiz, hashamsiz chiqib ketdi. Sava, Piyalma, Muja, Sanju, Gumi o'tanglarni bir-birlab kayniga tashlab, 7-kuni yakan tavasiga yiqilib keldi. Karvon 10 org'amcha bo'yi so'zilgan edi. Karvon oldida mo'ylari tushib ketgan talpak kiygan. Mata ko'nglikining yoqisini echivatgan 2 marta yalong oyoqlari bilan org'in eshaklarni devitib boradi. Eshaklarning kaynida qozondek yo'g'an sali kiyib olgan Shayxul Islom beshini gildinglatib, sal oqsab qolgan jada ot ustida mugdab o'ltiradi. Otning chulvuri baqasam yaktikining pashlari cho'l shamilida yenik yelpinadi. Bir qancha jumla islom ahkomlarini beradigan. So'zda ilmidan ziyoda bo'lgan bu oqsoqolni Ekinbek faqat safar yorishiga uchunla hamroh qilib olgan edi. Karvon cho'lda yoki biror o'tangda tushkun qilganda u namozga imomlik qiladi. Kang kamarlariga o'tkiri ispohon qilishlarini, qo'shquloq yengsar xanjarlarni esib olgan, pavon miltiqlari va tapchilik turkilanka miltiqlarni ko'tirib olgan 10 nafar otliq mahram Shayxul Islomning kaynidan kelmoqda edi. Ularning qiyofati yakmoyak elishishga otlangan jasur jangchilarga o'xshaydi. Kelib yetib, safar hordiqi iz qoldira olmagan o'tkir ko'zlarini yiroq-yiroqlarga tashlaydi. Niyaz Ekinbekning o'rni bir qatorda ishkidan turib, 3 org'amcha bo'yi so'zilgan xos mahramlar sepining dal o'tirisiga to'g'ri keladi. U qo'mush quloqlarini dingaytib, chopchib turadigan kumush jabduqliq qora shahar org'amiqining ustida cho'yun haykaldek mazmut o'ltiradi. Nishon qadalgan yeshil sallasi.
Zarjiyeklik go'shrang to'ni navatrang cho'l qo'ynida alohida gavdalanib turardi. O'ymoqdek yumaloq, yengli to'shikidek kichik ko'zlari goh kang soyga, goh yiroqdagi daraxtzor mahallalarga tikiladi. Ketib etib, nemagidir toqatsizlangandek osmon bo'shligiga qarab qo'yadi. Ko'k qarida erinchaklik bilan uzib yurgan bulut parchalariga, ufuq siziqlarga nazar soladi. Dunyoning bu qadar kengligiga hayron bo'lgandek, ko'tmak burti bilan tutishib ketgan sarg'uch soqolini yenish-yenishlab silab qo'yadi. Qiyni qo'yganda qizirib turadigan qilin kalpuklari to'xtamay medirlaydi. Tarxamakdek tom va kolta burnining uchida esilib turgan purchoq cho'nliqidagi tartamchisi endi qizlarning burun munchiqidek pildirlaydi. Uzun nayzlik mahramlarning nazoratida kelayotgan yosidaq mapa yoqsirgan bo'lsa kerak, bo'g'ziga pichoq urilgan o'chkidek chirqirab cho'lni beshiga kiyadi. Rojaklarning pardasi tushirib etilgan, to'ngliksiz hapsiga o'xshaydigan bu chiroyli mapida to'li yig'lab ko'z yoshi qurigan. Faryod urib ovozi tutgan tutqun qiz Gul oyim qon qo'shgan qo'llari bilan engikini tirgan peti mo'nglinib o'ltiradi. Sanduq qosh deysi, oltin kumush, teng xo'tan zilchilari, ingliz gazmalari, nafis shoyi atlas, tovar durdun va boshqa tortiq buyumlari yuklangan bir qancha ot qichir napiga aygishib top besibli kelyotadi. Osh uzuq va to'limlab suv ortilgan qichirlarni birdan piyoda xizmatchi yetilib meng'iyotadi. Cho'l to'nirdek qiziq va sahroyi kabirdek qurg'oq edi. Tashnoliq yetgan uloqlarning osti kalpuklari o'jirib ketgan o'tik chamidek sangilab turadi. Normaliq suv ichadigan mahramlar va to'van darajalik mulozimlarning og'zi qurib, lavlari qilin gaz bog'lab ketgan edi. Javg'oylaridan shur o'rlaydi. Ular namoz degar mazgilida soydin sozliqqa, sozliqdan odam yashaydigan mahallaga yetib keldi. Olqinini soyivan qilib, pat-pat oldi tarafga qarab kelayotgan Niyoz Hekimdek Yakan daryosining qirg'iqini birinchi bo'lib ko'rdi va qomchisining sepi bilan daryo tarafni ko'rsatib turib, "Qaranglar, ana Yakan daryosi. Men Yakan daryosini ko'rdim." deb to'lvatdi sal hayajonlanib. Birar parcha salqin bo'stonliqqa, birar eriq suzuk suvga talmirib ko'zi teshiladigan karvon ahli hokimda ko'rsatgan tarafga tangli qarashdi. Orqadan oson hayajonlanmaydigan, hayajonlansa-mu ichida bilib, teshig'i chiqarmaydigan so'rin talat hokimdayning kichik boladek xushal bo'lib ketganiga hayron bo'lgandek uning chiroyiga qarab qo'yishdi. Niyoz Hekimdek rostla hayajonlangan edi. Odati totirib turadigan chiroyi musallas ichib olgandek qizargan. Ko'zlari texmi kichiklab, og'zi yumilmayli qolgan edi. Ba'zida masalik oyig'ini uzangiga taqib, egar ustida chavandozlardek o'ri turib elib, daryoning u qiytig'iga qaraydi. Nimalarnidir deb cho'qan ko'taradi. Kuz kelib, tog'larga sovuq tekkashga daryo suvi obdalla tortilib qolgan. Shundaqdimi bir o'zdan kelgudek suzuk suv tegi ko'rinib, toshliq soyga o'xshab qolgan keng daryo qinining bir tarafiga yig'ilib, jimjitqina oqmoqda edi. Daryo suvining tortilib ketganligi Niyoz Hekimbekning ko'ngil daryosida borgan seri ulg'ayotgan hayajon eqinining o'z arki bilan mavj urishiga hech qancha ta'sir ko'rsatilmadi. U etini choptirgan peti qirg'oqqa yetib keldida necha uchum sovuq suvni och ko'zlik bilan ichivatdi. Zo'ngziyib o'ltirib, yuz ko'zlarini yuvib etib, takshi eqiyotgan suv yuzida o'z aksini, xilma-xil qiyofatdagi Niyoz Hekimbekni ko'rgandek bo'ldi. Tizgin siyirib turgan xiyoli tep-tinch eqiyotgan suvga qo'shilib, uzoq-uzoqlarga eqib ketdi. 40 necha yil muqaddam u mushu cho'ng daryoning tuvan eqinidagi bir mahallada jaran bolasidek qiyg'itib o'ynab yuradi. U chog'lar uning g'amsiz, g'uborsiz kunlari edi. Daryo suviga pishilib, qiziq qumga bag'rini yiqib, qong'uchi rohatlanadi. Uruq, Totrangu, kesalchan dadasi uni azizlab ismini Niyoz qo'yganligini ana shu chog'larda aytib bergan edi.
Uning cho'qqisida texi qiz bolalarnikidek bir tutam ko'kolasimi bor edi. Biroq u umrida yig'lig'inini aslayolmaydi. Oki dematlik cho'ng bolalar bo'za qilib chinda olgandamu g'ing qilib qo'ymaydi. Dadisi o'lib ketgandamu yig'layolmay ko'zlarini uvlab yurib yosh chiqargan edi. Dadisidan keyin u o'zini ba'zida ukam, ba'zida bolam deb chaqiradigan oksi bilan yashab qoldi. Yodida qilishicha, oksi 'tinchi edi. O'tinga borganda doim beshini cho'kirib mangadigan qo'shang eshakka o'zini mindirib olib, mushu daryo bo'yiga elib boradi va o'tin qo'lg'ash, qariqat, olqat degandek tatliq yov mevalarni uzib beradi. Qaytib kelib etib, uni to'gi toyloq etib gechkisidan mindirib oladi. Qish kunlari o'tmi to'shib bo'lib ketgan juvusini ustiga yepib qo'yib, o'zi kechicha titrab chiqadi. U cho'ng bo'ldi. Cho'ng bo'lgan seri 'tinchi oksi uni do'shkallaydigan, urib tillaydigan bo'lib qoldi. Hatto so'q uyga solab qo'yib non bermaydigan, qo'shnilarning bolalari bilan o'ynag'ili qo'ymaydigan bo'lib oldi. Qiziq ish. Kuchi yetadigan bolalarni urg'anga, qo'shnilarning temini sho'ri qilib, 3-4 tal olmasini uzib yeganga nima bo'ladi? Sen urmasang ular seni uradi. Yavash bo'lsang ular yavashgan deb oni topadi. Tosh tayoqning yoki mushtumongning ta'mini tetitib qo'ymasang, ularni qandoqmi bosh egdiralaysan? Bosh egdirmasang o'g'il bola deb maydonga mushlaganning nima foydasi? Dadisining o'ziga nima uchun tosh yuraklik qiladiganini u keyinchi tushunib qoldi. Qo'shnisining o'g'li odam ko'p yerda uni haromdan bo'lgan deb tiladi. Suv qopiqini sundirib yotganiga xafa bo'lgan bir ayol, "Sen zaratgohlikdan tepilgan shumbala bo'lmasang odam urib qopiq chaqamding" deb ohonat qildi. Dastlabda u tangtushlari bilan "Men shumbala emas, o'zing shumbala" deb zakunlashdi-yu, lekin shumbala degan nima degan bir savol uning kallasiga o'rnashib oldi. Dadisidan so'rab ko'rib edi, u og'zini yum debla bo'ldi qildi. Cho'ng yoshlik bolalardan so'rab ko'rdi. Ular masxara qilib, haromdan bo'lgan bolani shumbala deydi degandek pali-patish javoblarni berdi. Shundaq kunlarning birida u qo'shnisining hovlisiga chalma otgan bahona bilan dadasidan xeyli adab yedi. Shuning bilan u o'zini bolam davolgan kishidan biroqli yuz o'rib, beshi qaygan, puti toygan tarafga ketib qoldi. U manga oxir shaharga kelib qoldi. Shaharda egisiz qolgan qo'tir kuchukdek urilib so'qilib yurdi. Yoz kunlari kun nada kech bo'lsa shu yerda yotdi. Yerni selincha osmonni yepinchi qildi. Zimiston qishda navoiyxonalarning texi tapti ketmagan tonur beshida. Qish xumdalari oldida tunadi. Topsi yedi, topolmasa ochga kirib yuriverdi. Bir kuni u oshxonada xaridorlardan oshgan g'izoni yeb yurganda, oshxona xo'jayini uningga "O'choqqa o't qolabdi, qo'sqingni to'ydiraman, ustimishingga egin beraman" dedi. U shu hamon ma'qul bo'ldi. Biroq tutun yeyishdan zerikib, oran bir kunli chidayoladi. Xo'jayinning ko'zini g'alat qilib, 4 ho'r qatlamini qo'yniga tiqdi-da, g'ibbidilik qilib qochib ketdi. Jon beqishning tasliki faqat shu chaqdala bilinishga boshladi. O'g'irlik qilsa tutilib tayoq yedi. O'g'ri degan otoq uni xayri saxovatdanmi, oshqan osh, oshqan nondanmi quruq qoldirdi. Oxir u aql ishlatib, o'zi bilan tang dematlik 10 necha musofir bolani atrofiga to'pladi. U bolalarni boshlab qaysi bir navoiyxonaning oldida paydo bo'ladi. Oyig'i chaqqan bir bola o'zi o'gatgan bir chora bilan Navoiyning tishiga tegib qo'yib to'shqandek yugurib qechib ketadi. Ralla bo'lgan Navoiy u bolani qo'g'lashga majbur bo'ladi. Kichik Niyoz daraxtning yoki tomning doldisidan yugurib chiqib, "Elinglar" deb buyruq bergan hamon bolalar pashxunga chivindek o'lishib, girda go'sh girdilarni qo'yinlariga tiqib, mushukdan urkigan qushqochdek taraf-tarafga qechib ketadi. Eliqi bolani tutolmay kelgan Navoiy unimi, bunimi qo'g'lab boqadi-yu, yeltopan shotirlarning hech qaysisining kaynidan yetolmaydi. Niyoz bo'lsa, bulangan nonning yerimini oladi. Yerimini qo'l ostidagilarga bo'lib beradi. Bozor saylisiga chiqqan cherikcha ombol bir kuni Niyozlarning bu o'yinining dal ustidan tushib qoldi.
U taxtiravonning ro'jikidan qarab, ularning bosh qotirib pilalagan bu harakatini boshdan oxirigacha kuzatdi. Va to'p beshi Niyozga qiziqib qoldi. U cheriklarini buyurib Niyozni chaqirib kelib parang'i soldi. Cherikchi Ambal uningdan so'radi. Eting nima? Niyoz, sen kimning bolasi bo'ladi? Dadamning. Bundaq o'g'irlik qilishni o'zi o'ylab topdimi? Men o'ylab topmay, kim o'ylab topadi amisa? Usti beshini qosmoq besib ketgan 12-13 yoshlardagi Niyoz qora turdun miyakdak qora posmi kiygan. Uzun chechini bir tal qilib o'rib olgan cherikchi Ambalning savoliga Gohida o'z tili bilan, Gohida uning tili bilan javob berdi. Niyozning bu turqi bo'libmi sulola tilini oncha-muncha so'zlayalaydiganligi cherikchi Ambalga yiqib ketdi. Uning ta'miga bir to'p sargardan bolani ishq silib, oradan nab o'ndiraliganiga obdalla havas qilib qoldi. Ota-onang qayerda? Niyoz yolg'on aytdi. Bilmayman. Aqlim yuksam, mushundoq yolg'iz yuribdiman. Menga bola bo'lishni xohlamdi. Niyoz ko'zlarini yo'g'on echib, boshqalar do'ngdarin deb xitob qilayotgan bu o'tir yoshli kishiga savol nazari bilan qaradi. Sen boshqa qavm tursang, men boshqa qavm tursam, sana bola bo'lsam qandoq bo'ladi demoqchimisan? Bilib qol bola, og'zingga kim amchak solsa, onang shu. Kim seni orig'a olsa, qavming shu. Uqdingmi? Uqdim, dada. Shunda qilib u cherikchi Ambal do'ngdaringa boqma bola bo'lib qoldi. Do'ngdarinning uningdan o'zga yana ikki o'g'li bor edi. Biri Niyozdan 2 yosh cho'ng, do'g'liqligidan baayni xomkavig'ila o'xshaydi. Yana biri Niyozdan 1 yosh kichik bo'lib, yeb ichishdan, o'yin tomoshadan o'zgini bilmaydi. Niyoz o'tiranchisi hisoblanadi. Do'ngdarin garchi qopiqi qilin, sapramijaz odam bo'lsa-mu, lekin bolalarga mehribon va talabchan edi. U o'tiranchi o'g'li uyga kirishiga sulola mansabdorlarining odati bo'yicha ularga bir muallim va bir mashqovul bekitib berdi. 3 o'g'il tong sahardan tushgacha mashqovuldan, kechqurunlari muallimdan saboq oladi. Do'ngdarinning topshirig'ini bo'yicha muallim o'quvchilarning savalligiga hargiz yumshoq qo'llik qilmaydi. Saboqni yod olmaganlarni qaysi bola bo'lishidan qat'iy nazar olqonlarini ochirib, kichikina paloq bilan urib, terisini suyib olg'uda qizartib yetadi. Yoki har bir olqiniga 2 dan xish qo'yib, necha osh pishim o'ri turg'izib qo'yadi. Lekin bunda qattiq qo'llik oldi bilan Niyozga foyda akeldi. Ko'p o'tmay u bayon nomidan tortib 3 xatlik dastur, 4 noma 5 kitobgacha suvdek yodlab beralaydigan bo'ldi. Engaklarini qo'yuq tuk bosgan. Bu qusbat kuchtingur mashqovul, rahim shafqat deganni uqmaydigan odam edi. Ko'zlaridan qon qo'yilib turgan bu polvon 3 o'g'ilga qilich chepishdan, nayza sanjishdan, mo'lliq etishdan ta'lim beradi. Qum qochilangan xoltini limg'a esib qo'yib, peshvo etishni, mush urishni o'rgatadi. Saboq olmaganlarni yuz xotir qilmay dumbalaydi. Chiroylari o'smidek ko'kirib, yo'ti belaklari xemirdek shishib ketgan bolalar toyoq ostida voy deyishga mupetin olmaydi. Do'ngdarin ba'zida vaqt ajratib 3 o'g'lining hunarini tomosha qiladi. Bir kuni u ularning qilichbozlik mahoratini ko'rib bo'lgandan keyin cho'ng o'g'li bilan Niyozni ro'bru turishga buyurdi va cho'ng o'g'liga qarab, "Raqibingni bir mush bilan yiqitib at!" deb baqirdi. Cho'ng o'g'li Niyozni kelishtirib birni soldi. Ko'zlaridan o't chaqnab, burnidan o'qdek qon ketgan bo'lsa-mu, toyoq to'qmoqda pishib, muskullari toshdek qaytib ketgan Niyoz qimirlabmi qo'ymadi. Turgan joyida qoqqan qo'ziqdek turaverdi. Do'ngdarin nemishqidir ko'zlarini chaqchaydi. Bambuk o'rindiqdan dastida turib Niyozga qarab o'rkirdi. "Nemishqa uni urmaysan? Nemishqa qo'lgan durmaysan?" Niyoz hech nimani tushunmagandek ko'zlarini chinchiqlatdi va "Nemishqa qo'lgan duratdim, u mening akam tursa. Ablah, mushigining uchun jazman qisos ilishim kerak. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, tishingni to'kkanning tishini to'k. Qisosga kelganda ota-onang bo'lsa-mu ayab o'ltirma."
Ura raqibimni. O lamzallini urib yiqitib. Niyoz kalta ko'nglikining ustidan bog'lab olgan po'tisini chingitib oldi-da, lavlarini qattiq tishladi. Qo'yundek pirqirab kelib, okisining burniga to'g'rilab bir mush qo'ydi. Okisi 2-3 qadam yergacha santurilib berib, o'gizidan tashlangan kavdek vaqli qilib o'ngsiga tushdi. Burnidan tirrida qon ketdi. Mana endi joyida ish qildim. Yaraysan Niyoz, yaraysan. O'g'lim Niyozga bir qo'r ustivash in'om qilinglar. Mashqaul taxlab qo'ygan bir qo'r kiyimni ochiqib Niyozga kiydirdi. O'shqini yepib turadigan piyolaning og'zichilik yumuloq gullar bor uzun yanglik tovar yekdek qora latikash uchida po'piki bor qora posma uningga xuddi o'zininkidekli yarashib ketdi. Dongdarin va boshqalar uni hurmatlab Dong Niyoz deb ataydigan bo'lishdi. Ba'zilar Arshoya deyishdi. Dong Niyozning tavi o'sib, martabasi kundan kunga ko'klab bordi. Cherikchi ombalning xon ombalga tavsiya qilishi bilan ombal yomulida boshda mahram, keyin Mirshab begi bo'ldi. Keyincha Dongdarinning otidorchiligi orqasida Yakan xon ombaliga 5-jariklik ishik og'i bo'lib, musulmon fuqarolarni o'z oldiga so'rab yurdi. Milodiya 1864-yilga kelganda Yakan diyorida cho'ng davolg'ish yuz berdi. Omad quyoshi Xuyzularning beshida parlashga boshladi. Dong Niyoz ko'p bosh qotirmayla Suloli hukumatining zavolga yuzlanganligini pamladi va Dongdarinning seni kim orasiga olsa qovming shu degan ta'limi bo'yicha bir kechada Xuyzular tarafga o'tib oldi. Dong Niyoz degan ismidan voz kechib, o'zini Moniyaz deb atab oldi. Yot toifi qo'lida qo'rlanishdan o'limni a'lo bilgan cherikchi ombal bola chaqalari bilan billa miltiq to'risi qochilangan qop ustiga o'ltirdi-da, oldini kunchiqish tarafga qilib ta'zim tavazzularni bajo keltirgandan keyin do'rg'a g'ingsining o'tini yiqib portlab o'lib oldi. Bu portlashda xon ombalning ishik og'isi, cherikchi ombalning o'tiranchi o'g'li Dong Niyozla naq maydonda yo'q edi. Keyingi kunlarda bu yurtda nurg'un qitimlab oli to'plan ko'tarildi. Ko'p kishilar aqidasidan voz kechmay o'lim sharbatini ichdi. Yana bir munchilari yoqi yurtlarga, cho'l dashtlarga qechib, sarson sargardan bo'lib ketdi. Ammo Niyoz Hekimbeglar beliq olg'uchga o'xshash osmondimu, suvdimu yashaverdi. Shoxdan shoqqa otlab bergan mansabni tutib, kunning seriqini ko'rib yuriverdi. Niyoz Hekimbeg suv aksida o'z suratini ko'rmoqda edi. Qosmoq bosqan chiroy, tarija, o'tg'at yoki oq bo'k kiyib olgan turqi, salla, to'nli qiyofati ko'z oldidan o'tib o'tadi. Begim, Muhammad Yunusjon hazratlarining oldilariga avatgan odami yetib keldi. Yosovul beshining ikkinchi qitim bergan ma'lumoti Niyoz Hekimbegni xiyol quchqidan tortib oldi. U daryoning Yakan tarafdagi qirg'iqida oldiga kelganlar bilan ko'rishdi va ularning hamrohligida Yakan shahriga yurib ketdi. 20-bob oy patgan oqshom Yakan hokimbegi Muhammad Yunusjon Chag'ovulning turar joyi shaharning kun petish tarafiga joylashgan edi. O'z zamonasida ichkari o'lkalardan taklif qilingan mohir ustalar yasab chiqqan bu katta imoratning hamma yeridan qadimgi binokorlik alomatlari ro'shan gavdalanib turadi. Siz bizning obdan fuqaro. Ishq og'i degan xon ombalning deginni qilmasa, xon ombal xafa bo'ladi, jazolaydi. Ishsa cho'ng ish berdi. Abu Azza Makka mukarramadagi Quraysh qabilasidan bo'lmish bir shoir edi. U Muhammad Mustafaga qarshi fitnalarda Quraysh mushriklarining atamoni bo'lgan.